04.12.2022 2022-yil 4-dekabrda matematika fanidan bo'lib o'tgan milliy sertifikat imtihonidagi 45-misol yechimini ko'rib chiqamiz. Xo'p, savol nima deyapti? Tomonlari 2 va 10 ga teng bo'lgan to'g'ri to'rtburchak shaklidagi metalldan asoslari ikkita doira va yon sirti qirqib olinib, silindr hosil qilindi. Pni taxminan 3 deb oling deyapti. A savolda eng kam chiqindi chiqarib silindr yasalsa, uning hajmini toping. B savolda silindr yasashdan hosil bo'lgan chiqindi metallning necha foizini tashkil etadi? Xo'p. Eng kam chiqindi sarflab silindr hosil qilish uchun silindr asoslarini mana bu tomonlariga tegadigan qilib yasab olishim kerakmi? Eng kam chiqindi, ya'ni eng kam chiqindi chiqishi uchun mana shunaqa holatda bo'lishi kerak asoslarni kesib olgan vaqtimiz. Ikkinchi asosini ham kesaylik. Xo'p, shu silindr asoslari desak, endi bu kesiladi. Kesgandan keyin mana bu yerdan kesiladi. Keyingisi bu yerdan kesiladimi? Shunda mana bu yer qolayapti-da. Ikkita asosi mana bu. Ana endi buning silindrning radiusi nimaga teng bo'ladi? Demak, bu kvadrat bo'lib qoladi, to'g'rimi? Mana bu tomoni 2 bo'ladigan bo'lsa, bu tomoni ham 2 bo'lgan kvadratdan iborat bo'ladi. Shunda silindrning radiusi nechaga teng bo'ladi? Silindrning radiusi 1 ga teng bo'ladimi? Mana bu 1. Diametri necha bo'ladi demak? 2. Bu yerda ham xuddi shunday. Necha bo'ladi bu? 1. Diametri necha bo'ladi? 2. Demak, 2 4 kesilsa necha ketadi bu yerda? Necha qoladi bu yerda? 6 qoladi. Shundaymi? Ana endi xo'p, bu kesilgandan keyin endi mana bu yon sirti bo'layapti-da. Yon sirt yoyilmasi bor-ku. Ya'ni silindrni yon sirt yoyilmasi qanaqa edi? To'rtburchakdan iborat va asoslari. Shunaqa holatda bo'larmidi yon sirt yoyilmasi? Xuddi shunday. Demak, mana bu mana bunga teng bo'layapti. Asoslari esa mana bular bo'layapti-da. Mana ikkita doira. Ana endi xo'sh. Mana shu silindr asosi doiradan iborat. Shuning uzunligi nimaga teng bo'ladi? Shuni hisoblaylik-da. Uzunligi 2 pi r. Shundaymi? 2 pi r. 2 pi ga 3 qo'yishim kerak. Radius necha bizda? 1 mi? Necha bo'lar ekan? 6. Endi mana bu tomon 6 ga teng-ku. Shu mana bu yerga ko'char ekanda, mana bu 6 bo'lar ekan. Mana bu tomon. Ya'ni silindr asosining uzunligi. Balandligi esa mana masofaga teng bo'lib qoladi. Bu masofa bizda necha edi? 2 midi? Demak, bu 6, silindrning balandligi 2 bo'lar ekanda. Bo'ldimda. A savolda eng kam chiqindi chiqarib silindr yasalsa, uning hajmini toping degan. Hajm nimaga teng bo'ladi? V teng pi r kvadrat ko'paytirilgan h. Pi ga 3 radius 1 ning kvadrati ko'paygan h necha bo'layapti? 2. Nechaga teng bo'lar ekan? 6. Demak, A savoliga javob 6 ekan. B savol silindr yasashdan hosil bo'lgan chiqindi metallning necha foizini tashkil qiladi? Silindr yasayotgan vaqtimiz chiqindi qaysi bo'ladi? Chiqindilar mana bu chiqindi bo'ladi. Chunki doirani kesib olganimdan keyin mana shular musorga chiqib ketadi. Mana chiqindi.
Keyin mana bu yer. Bu yer, mana bu yer, bu. Ana shu. Endi bittasi uchun mana shu yuzalarni hisoblasam, 2 ga ko'paytirib qo'ysam, mana bu tomonda ham bor-da bu. Xo'p. Bu chiqindilarni qanday hisoblaymiz? Bu chiqindilarni qanday hisoblaymiz? Bu chiqindilarni. Kvadratning yuzidan doiraning yuzini nima qilamiz? Ayirib tashlaymiz. Xo'p. S chiqindi deylik. Chiqindining yuzasi. Kvadrat yuzi tomoni 2 bo'lsa 4 minus doira yuzi pi r kvadrat. Ya'ni 4 minus 3 ko'paygan 1. Necha bo'lar ekan bu? 1 mi? Demak, bittasi mana bu yerdagi chiqindining yuzi 1 ga teng bo'lsa, mana bu yerdagisi necha bo'ladi? 2 ga ko'paytiramiz shuni. Birdan mana bu yerga yozib ketaylik. Shuni ko'paytiramiz nechaga? 2 ga. Demak, nechaga teng bo'lar ekan bu? 2 ga teng bo'lar ekan. Ana endi xo'p, silindr yasashdan hosil bo'lgan chiqindi metalning necha foizini tashkil etadi? Xo'p, chiqindi 2 ga teng bo'ldi. Keyingisi esa metal. Metalimiz 2 ga 10 edi. Yuzi necha bo'ladi shunda? 20 mi? Xo'p, o'sha yuzi 20 ga teng bo'lgan metalning qanchadir foizi, P foizi nimaga teng bo'lishi kerak ekan? Chiqindiga. P necha bo'ladi shunda? 2 ga bo'lsak 10, 10 mi? 10% ekan. Demak, silindr yasashdan hosil bo'lgan chiqindi metalning necha foizini tashkil qiladi? 10% tashkil qilar ekan.